Bugun bolajonlarda va kattalarda eshitish pastligi, ya'ni nog'ora pardada suv to'plansa nima qilish kerakligi haqida gaplashamiz. Azizlar, bugun eksudativ o'rta otit haqida gaplashamiz. Uni belgilari, nima uchun paydo bo'lishi, qanday qilib davolanish kerak haqida gaplashib o'tamiz. Men Amir Bakayev, lor jarrohman, ko'p yillik tajribaga ega. Hozirda Samarqandda yuqori texnologik va og'riqsiz jarrohlik amaliyotlari va konservativ davolash bilan bemorlarimizga yordam berib kelmoqdaman. Xo'p, o'zi eksudativ o'rta otit nima? Bu o'sha nog'ora pardani butunligi saqlangan holda parda orqasida suyuqlik to'planadi. Bu kasallikda og'riq bo'lmaydi. Shu uchun bemorlar ko'pincha og'riq shikoyati bilan kelishmaydi. Ularni bezovta qiladigan narsa parda orqasida bir narsa borlik hissi, eshitish pastligi, qulog'imni ichida suv yotsam bu yoqqa, bu yonga yotsam bu yoqqa qimirlayotgandek deb shikoyat qilib kelishadi. Bolajonlarimizda bunga asosiy sabab o'sha dimog'dagi go'sht, adenoidlar vegetatsiyasi deydi. O'sha sabab bo'ladi. Nima uchun bolajonlarda u narsa sabab bo'ladi? Chunki adenoid katta bo'lib, quloq bilan burunni birlashtirib turadigan yerdagi nay bo'ladi burunda. O'sha nayni yo'lini yopib qo'yadi. Normada quloqdan suv chiqib ketishi kerak edi, endi chiqib keta olmayapti. Buni ustiga o'rta quloqda havo aylanishi buziladi. So'rg'ichsimon o'simtada gazlar almashuvi buzilishi hisobiga parda orqasida suv to'planadi. Kattalarda esa ko'pincha grippdan keyin yoki burunni noto'g'ri qoqishni hisobiga quloqda suv to'planadi va ularda ham boya tepada aytib o'tganimizdek, bolalarda qanday shikoyatlar bo'lsa, kattalarda ham shunday bo'ladi. Bu kasallik konservativ va jarrohlik amaliyoti bilan davolanadi. Konservativ davolashga burun torarib turuvchi spreylar, burunni yuvadigan tuzli eritmalar, GKS spreylar, mana shu parda orqasidagi suvni tushirishga yordam beradigan fitopreparatlardan foydalanamiz. Agar bu yordam bermasa, nog'ora bo'shlig'ini shuntlash degan jarrohlik amaliyoti o'tkazamiz. Maydagina kesim qilib, parda orqasidan suyuqlikni tortib olib, maxsus shunt degan narsalarni qo'yib qo'yamiz. Bu shuntlar 3 oydan to 1 yilgacha turadi. Buni vazifasi o'sha parda orqasidagi suvni barchasini chiqarib yuborish va o'rta quloqda havo aylanishini normallashtirish. O'rta quloqda havo aylanishi normallashsa, bu shuntlar o'zi tushib ketadi va kesim qilgan joyi bitib ketadi. Ko'p bemorlar qo'rqishadi, doktor pardani yirtasizmi deyishadi. Yirtmaymiz. Akkuratni kesim qilamiz. Lekin hozir agar shu narsani qilmasangiz, ertaga bu katta asoratlarga olib kelishi mumkin. Nog'ora bo'shlig'ini shuntlash jarrohlik amaliyoti 5 daqiqa davom etsa, ertaga bu surunkali otit yoki adgeziv otitdek kasalliklarga, ya'ni parda teshilishi, pardani ichkariga tortilib ketishidek asoratlar olib kelsa, biz bemorlarni 1 soat, 1,5 soat operatsiya qilishga ham to'g'ri kelib qolishi mumkin. Ko'p bemorlar so'rashadi, shunt tushgandan keyin teshilib qolishi mumkinmi? Ha, teshilib qolishi mumkin. Dunyo statistikasi bo'yicha 2-5% bemorlarda teshilib qolishi mumkin. Bu degani 100 ta bemordan 2 tasida yo 5 tasida parda teshilib qolishi mumkin. Lekin buni ham yechimi bor. O'sha timpanoplastika jarrohlik amaliyoti o'tkazib, pardani ham butunligini bitkazish mumkin. Azizlar, bugun bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Bu videoni yana ham ko'proq odamlar ko'rishi uchun, biz g'ayrat qilib yana ham sizga ko'proq ma'lumot berishimiz uchun albatta like bosing, kommentariy yozing, yaqinlaringiz bilan bo'lishing, hech qachon kasal bo'lmang. Kasal bo'lsangiz bizga murojaat qiling, biz sizga zamonaviy va malakali yordam beramiz.